so'zligim mani dunyoda ishonganim onajonim mani shahlo ko'zligim mani shirin so'zligim mani hayotim go'zal doim siz bilan onajonim la 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 Quyoshga o'xshab kular bog'imda yashnab turar dardimni o'zi bilar beg'ubor onajonim umringiz uzun bo'lsin kuningiz huzur bo'lsin baxtliman kunliz to'lsin jannatim onajonim shahlo ko'zligim mani shirin so'zligim mani dunyoda ishonganim onajonim mani shahlo ko'zligim mani shirin so'zligim mani hayotim go'zal doim siz bilan onajonim la 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 shahlo ko'zligim mani shirin so'zligim mani dunyoda ishonganim onajonim mani shahlo ko'zligim mani shirin so'zligim mani hayotim go'zal doim siz bilan onajonim Assalomu alaykum. Mana shunaqa chiroyli, fayzli xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar, mehribon onajonlar, go'zal opa-singillar, xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum. Tug'ilgan kuningiz, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Bugun sizni tabriklash uchun, xursand qilish uchun bizni bu yerga farzandlaringizda sizga bo'lgan muhabbat yetaklab keldi. Sizni tabriklaymiz ilohim, yuzga kirganingizda kelib tabriklash hammamizga nasib ilohim. Chiqishingizdan oldin farzandlaringiz bilan gaplashib qoldim. Qanaqa so'zlarni aytib xursand qilib bugun sizlarning nomlaringlar deganimda ular juda ham chiroyli, juda ham ta'sirli so'zlarni aytdilar. Bizda yuragimizda shunaqa so'zlar bor, onajonimga aytganim lekin oramizda qanaqadir masofa turadi, unaqa so'zlarni ayta olmaymiz. Lekin ularni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Bugun biz uchun eng qadrli bo'lgan inson, eng mehribon, eng oqila, eng halol inson. Onajonimizni tug'ilgan kunlari, ularning kayfiyatlarini ko'tarmoqchimiz. Ularni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Birinchi galda ularga rahmat aytamiz. Sababi biz farzandlarni bu hayotga keltirib, onajonim bu dunyoda qanaqa mehnat bo'lsa, qanaqa xizmat bo'lsa, hammasini qilganlar. O'zlari yemasdan yedirganlar, kiymasdan kiydirganlar. Ularni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Lekin ba'zi bir paytlarda bilib bilmasdan ko'ngillarni olamiz. Lekin juda ham qattiq afsuslanamizdir. Agar ruxsat bersangiz mana shu mehribon farzandlaringiz nomlaridan siz uchun to'rt qator she'r o'qib eshittirmoqchiman. Bu so'zlarni farzandlaringizni sizga yetirmayotgan yuragidagi so'zlar deb qabul qilasiz. Hech bir so'z shirinmas onam so'zidek. Hech bir yuz go'zalmas onam yuzidek.
Onamning ko'zidek mehrli ko'z yo'q. Hech kimsa bo'la olmas onam o'zidek. Sondadir onam ey jannatim onam. Beminnatim onam, davlatim onam. Go'yo xafa qilsam ham kulib turasiz. Yonimda siz borsiz. Omadim onam degan so'zlarni farzandlaringiz sizga aytmayotgan yurakdagi so'zlar deb qabul qilasiz. Ilohim yuzga kirganingizda ham kelib tabriklash hammamizga nasib qilsa bitta chiroyli qarshi chop qo'yasiz onajonim uchun. Bolalarga ham o'sha qarisdan hurmat qilib shunday darajada taklif qilish yigitlarimizni rahmat. Ular ham o'sha qarisdan bolalarni rohatlanib ko'rishsin. Ularni rohatini ko'rib yurishga ibodatxonaga nasib qilsin. Uzoq yillar bilan yuraylik, qatorimizdan kam bo'lmasin. Shunaqa qadamlarda doim yurishga nasib qilsin. Allohim ham sihatligini ko'rib bersin. Alloh davlatdan ham qismasin. Allohim o'zini bergan ismini haloli bilan bersin. Islom dinida xizmat qiluvchi o'g'il qizlar bo'lishsin. Qur'on tilovat qiluvchi yigit qizlar bo'lishsin Parvardigor. Allohim joni sog' bo'lsin ibodatdan nechmatadan Qur'onlar tushirdiz. Alloh bardavom qilsin. Bundan buyon ham ko'p o'qishlikni Allohim nasib qilsin. Ilmingizni ziyoda qilsin. Bizga ham yuqsin, hatm qilishni.
Allohim sog' bo'ling. Yana shu kunlarga sog' salomatlik edik dugonalarimiz bilan, qo'ni qo'shnilaringiz bilan, o'g'il qizlaringiz bilan, nevaralaringiz chiroyli qilib kutib olishga yana nasib qilsin. Bag'ringizga bosib chiqing xursand bo'lib. Hammalaring xushlepsizlar. Rahmat hammalaringga. Marsiya bo'lsin. Assalomu alaykum. Dugonalar, o'rtoqlar, sinfdoshlar. Qo'shnilar, ibodatxon. Bu kunlarga yetkazar va yetmaganlar bor. Shunday aziz, shunday shukrona kunlarga yetkazganga Allohga hamd sanolar bo'lsin. O'rtog'im hamma gaplarni eshitdi. Shukronatingiz muborak bo'lsin. O'rtog'im hamma gaplarga qo'shilaman. Davlatingiz ziyoda bo'lsin. Bolalaringiz uzoq umr ko'rsin. O'zidan uzoq umr ko'rsin. Davlatlaringiz ziyoda bo'lsin. Sabredgan bilan qo'sha qolinglar. Alloh umrlaringizni ziyoda qilsin. Davlatlaring behisob bo'lsin. O'rtalarim sizlarga sog'liklar. Hammamiz yaxshiliklarda ko'rishaylik. Rahmat o'g'lim sizga. Zabrasta. Assalomu alaykum. Bugun tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Rahmat qizim. Voyiga og'izdan yo'lcham